yo bosdingizmi? Ukamiz ismingiz nima edi? Javohir aka. Javohir Qo'qonlik Urgutda magazinda ishlar ekanlar ukamiz. Mana bitta ko'tarib ko'ray aka dedilar. Gap yo'q, addushi. Qo'lingizni to'g'ri qilib oldiga 2,5 minut ushlab berib tursangiz bo'ldi. Mana shu aytgan o'yinchog'ingizni o'zingizga sotib olib beraman. Bo'ldi. Tayyormisiz? Qo'lingizni cho'zing. Ketdi. Mana. Tayyor bo'lganlarni akalarga mana sekunddan beri ko'rsatib qo'yamiz. Chidaysiz, uka. Mana shu ayiqlarni shu bahonada aytib o'tib keting. Optimaga nechi pul edi? Optimaga 299 ming. 299 ming. Salkam men bilan teng ekan mana shu ayiqim. Magazinning nomi nima? Amiko. Hozirgi nomi Tam. Hozirgi nomi Tam ekan. Urgutda bozorning yonida. Turing uka, siz hali ancha-muncha turibsiz hozir. Yo aka, men o'ylaganimdan ham chog'or ekan, qiyin ekan. Qiyinmi? Ayiq bilan birga balet qilamiz. Javohir. Ya bu aka ilmiyotlariga chog'irib tashlaydi. Qiyin ekan barcha. Belni qatigacha og'riq beryapti. Aka mana shu u hali odamlar bunday ketganini ko'rgan o'zaganda. Ha, oson bas mana qadrdonlar. Sekund ketyapti. Qancha bo'ldi? Oz qoldi. Ancha 1,5 minutdan o'tib ketdingiz. Aldagilarim ham kelyapti. Shim, mahkam. Ha, uka. Sizga bukildirasiz. Yo'q, qo'qonliklar padeshka qilamiz bu bola. Urgutda ishlab yuribdi qo'qonlik bola. Aka, ish bo'ldi. Mana qadrdonlar bosdik. Mana sekund ko'rib qo'yinglar. 1:24 da ukamiz taslim bo'ldilar. Mayli, men sizga yarasha 2 kiloligini olib kelmayapman sizga. Kiraychi o'zi kerak, ko'tarib. Shuda kelaverasizlar, yesichu. Mabodo delfinni ko'tarar masalan, ayiqni ko'tarib turarlar. Ko'taring bir 5 minut. Assalomu alaykum.